Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Biz Bilim Ring ko'rsatuvining navbatdagi sonida uchrashib turibmiz. Bugun yana bir bor Jizzax shahridagi yana bir ajoyib maktab o'quvchilari bilan bilimlar maydonidamiz. Asia School bu nom sizga albatta yaxshi tanish bo'lishi turgan gap. Bugungi ko'rsatuvimiz ana shu maktabning Jizzax shahridagi filiali o'quvchilari bilan birgalikda bo'lib o'tadi va dastlab biz ular bilan tanishishdan boshlaymiz. Bizda birinchi ishtirokchi Murod Miliyev. Murod, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingiz haqingizda ma'lumot bering. Assalomu alaykum. Mening ismim Miliyev Murod. Asia School xususiy maktab o'quvchisi. Qiziqishlarim aniq fanlar va xorijiy tillar. Kelajakda prokuror bo'laman. Prokuror bo'lmoqchisiz. Murod, intellektual o'yinlarga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi? Zo'r. Bizning navbatdagi ishtirokchi Kumushoy Zoirjonova. Kumushoy, assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz haqingizda ma'lumot berasiz. Zoirjonova Kumushoy, Asia School maktabining 7-sinf o'quvchisiman. 7-sinf. Qiziqishlaringiz? Qiziqishim matematika, rus tili va adabiyot. Aha. Kelajakda rus tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Rus tili va adabiyot o'qituvchisi bo'lmoqchisiz. Kumushoy, adashmasam 7-sinf o'quvchisi 5 ishtirokchi orasida bitta faqat siz. Qolganlar 10 va 11-sinf o'quvchilari. Nega bunaqa tanlov bo'ldi? O'zingizga shunaqa ishonasizmi yoki bir tavakkal qilib ko'rishdimi maktab jamoasi? O'zimga ishonchim va yaxshi bilganim uchun qatnashyapman. Juda ham yaxshi. Jamoaga o'ylaymanki pand berib qo'ymaysiz, aksincha foydangiz katta bo'ladi. 7-sinf. Bunaqasi hali adashmasam bizning ko'rsatuvimiz loyihasida bo'lmagandi. Tafovut bunaqa ishtirokchilar orasidagi. Va bizda jamoa sardori Nafosat Qurdosheva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz? Men so'ramayman, zo'rligi bilinib turibdi. Jamoa sardori yaxshi kayfiyatda bo'lishi juda ham muhim. Xuddi shunday. Bu jamoa a'zolariga ham ta'sir ko'rsatadi. O'zingiz haqingizda Nafosat? Men Nafosat Qurdosheva, Jizzax shahar barchaga tanish bo'lgan Asia School xususiy maktabi 10-sinf o'quvchisiman. Shu bilan birgalikda maktabimizda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi tomonidan tashkil etilgan Yoshlar ittifoqi yoshlar yetakchisi bo'lib faoliyat olib bormoqdaman. Albatta barchaga tanish, barcha qiziqsa kerak menimcha, yoshlar yetakchisi qaysi fanlarga qiziqishi mumkin? Shuni ayting. Shuncha ishlardan ortib. Yoshlar yetakchisi, ya'ni men Nafosat Qurdosheva ona tili adabiyot hamda xorijiy tillardan ingliz tili faniga juda ham qiziqishlarim baland va shu yo'nalishlarda o'rganib kelmoqdaman maktabimiz ustozlari bilan birgalikda. Kelajakda jurnalist kasbini egallamoqchiman. Jurnalist bo'lmoqchiman. Nafosat, qisqa lo'nda aytib bering. Asia Schoolni boshqa maktablardan nimasi farqli va nimasi yaxshi? Xo'p. Savol uchun rahmat. Eng avvalo, maktabimizning nomi o'zi bilan farqli o'laroq ajralib turishi Asia School xalqaro miqyosidagi ta'lim almashinuv dasturi asosida. Boshqa maktablarda bo'lmagan strukturaviy tizim asosida darslar xalqaro tajribaga ega ustozlar bilan ajralib turishadi. O'quvchilar strategiyasiga keladigan bo'lsak, hammasi har bittasi yakka tartibda shu vaqtga qadar ham o'z o'rinlarini topib ketish uchun harakat qilishyapti. Ya'ni tanlanganlar orasida tanlangan ustozlar jamoasida bilimga chanqoq o'quvchilar bilan ajralib turishadi. Zo'r. Savol qoldirmadingiz. Sizga omad tilaymiz. Rahmat. Jamoa sardoriga boya ta'kidlaganimdek ko'p narsa bog'liq va umid qilamizki, siz buni uddalaysiz. Va bizning navbatdagi ishtirokchi Ozod Mamashkurov. Ozodbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Hayajon borga o'xshaydi, ozgina. Yo'q. Tarqab bo'ldimi? Yo'q, hayajon yo'q. Boshidan yo'q edi. O'zingiz haqingizda ma'lumot. Men Mamashkurov Ozod. Asia Schoolda 11-sinfda o'qiyman. Shu qiziqishlarim xorijiy tillar. Kelajakdagi kasbim biznesmen bo'lmoqchiman. Tadbirkor bo'lmoqchisiz. Juda ham yaxshi. Tadbirkorlikning qaysi yo'nalishida? O'sha ko'proq restoran yo'nalishi bilan. Umumiy ovqatlanish yo'nalishida. Juda ham yaxshi. Omad tilaymiz bugungi o'yinda sizga ham. Bizning so'nggi ishtirokchi Timur Zafarov. Timur, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mening ismim Zafarov Timur. Qiziqishlarim ingliz tili va ximiyaga qiziqaman. Xo'p. Kelajakda xudo xolasa yurist bo'laman. Yurist bo'lmoqchisiz. Kimyoga qiziqasiz. Ingliz tiliga tushunarli. Yurist bo'lmoqchisiz. Sal nimadir Endi keyinchalik boshqa fanlarni ham qo'shaman qiziqishim. O'zlashtirishni. Juda ham yaxshi. Intellektual o'yinlarga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshi, ha? Oldin ishtirok etib ko'rganmisiz? Yo'q. Bu debyut. Birinchi marta. Faqat ko'rgansiz, birinchi ishtirokchi. Ishtirok. O'zingizga ishonyapsiz. Juda ham yaxshi, bu juda ham muhim.
Ana endi teletomoshabinlarimizga va bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizga va o'yin ishtirokchilariga o'yinimiz shartlarini eslatib o'taman. Va ko'pchilik uchun yangilik bo'lishi ham mumkin. Biz umumiy hisobda 15 ta savol o'ynaymiz. Har bir savolga 4 tadan variant beriladi. Bu A, B, C va D. Biz 6-savoldan keyin bir ishtirokchi bilan xayrlashishimiz mumkin. Qachonki jamoa noto'g'ri javob bersa nafosat. Buni siz diqqat bilan nazorat qilib borishingiz kerak. Ya'ni birinchi dastlabki 5 ta savolda jamoa tarkibida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Bunda bemalol o'yinga moslashib olishingiz uchun yaxshi imkoniyat, tavakkal qilishning eng zo'r imkoniyati, payti, pallasi va boya aytganimdek 6-savoldan boshlab kimdir jamoa noto'g'ri javob beradigan bo'lsa, biz kim bilandir xayrlashamiz. Sizlarda ikkita 50-50 imkoniyati bor. Birinchi 50-50 imkoniyatida siz bir barakayga ikkita variantni qabul qilishni so'rashingiz mumkin yoki bizni aytaylik 15-yoki 14-savolga A va B javobimizni qabul qilishingizni so'raymiz degan ma'noda. Ikkinchi 50-50 variantida esa men 4 ta variantdan ikkitasini chiqarib yuborishim mumkin. Nazarimda o'yin qoidalari hamma uchun tushunarli bo'ldi, hozir. O'yin qoidalari tushunarli bo'lsa, men dastlabki savolga o'taman. Nafosat, musiqaga qiziqish qanaqa? Bo'ladi. Zo'r. Kumushoy siz-chi? Uncha katta emas. Uncha katta emas. Gap shundaki, bizdagi birinchi savol musiqa san'ati bilan bog'liq. Diqqat qiling, birinchi savol. Bu juda osonlik qilish kerak men nazarimda jamoa uchun. Xor jamoasi tomonidan musiqa asboblarisiz kuylanuvchi ashula qanday ataladi? Variantlar: A. Epos, B. Opera, C. Akapella va D. Solo. O'ylash uchun vaqt ketdi. Muhokama qilishimiz mumkin. Hozir epos emas, operani bermaymiz. Akapella bo'lsa kerak. Xo'p. Biz javob berishga tayyormiz. Muhokama juda qisqa bo'ldi. To'g'ri javob bormidi? Bor albatta. Xo'sh. Birinchi savolga javobimiz C javob akapella. Akapella. Ozod ikkalangiz muhokama qilib qo'ya qoldingiz, Timur? Siz fikringiz? Keyingilarida qo'shilaman. Men ham akapella deb o'ylayman. Ha, fikrga qo'shasiz. Shuning uchun biroq sizchi? Men ham qo'shilaman. Juda ham yaxshi. Xo'p, birinchi savol jamoa C variant akapellani taqdim etdi. Xor jamoasi tomonidan musiqa asboblarisiz kuylanuvchi ashula qanday ataladi deb savol qo'yilgandi va birinchi to'g'ri javob bilan tabriklashim mumkin jamoani. Tabriklaymiz. Hop, ko'ramiz. Musiqa bilan bog'liq bizda yana bir savol bor. Agar unga ehtiyoj sezilsa, rostdan ham Aziya School maktab o'quvchilarining musiqa bilimi borasidagi salohiyatlari yaxshi bo'lib chiqadi. Xo'p, ketdik. Ikkinchi savol. Sport o'yinlari tarixiga Ozod qanaqa xotira? Futbolgami? Aytaylik umumiy bir turnirlar ma'nosida. Unaqa tarix bilmayman-ki, lekin qiziqaman sportga. Futbolga qiziqasiz lekin. Xo'p, bizda ikkinchi savol. Olimpiya o'yinlari nechanchi yilda yana ilk bora zamonaviy shaklda tiklangan? Qaytaraman. Olimpiya o'yinlari nechanchi yilda yana ilk bora zamonaviy shaklda tiklangan? O'sha tarixiy Olimpiya o'yinlari zamonaviy shaklda qaysi yilda tiklangan degan ma'nodagi savol. A. 1896-yil, B. 1900-yil, C. 1912-yil va D. 1924-yil. O'ylash uchun vaqt ketdi. A bo'ladi. Nega? Timur? Bilaman-da. O'qigansiz. Ha. Qaysidir tarix fani kitobida bor edi adashmasam bu haqdagi ma'lumot. Maktab darsliklarida. Hozir qaysi sinfdaligi yodimda yo'q lekin. Ha, biz bu javobni qabul qildik. Ikkinchi savolning javobini A javob 1896-yilda belgiladik. Murod, Qo'shilaman. qo'shilasiz. Ozod, Qo'shilamiz. Murod o'zingizni haligi savolingizni kutyapsiz shekilli. Yoki jamoa to'g'ri javob berib turgan paytda shunchaki xalaqit qilmayapsizmi? Lekin fikr bildirish kerak. Men shuning uchun sizga 2 bor murojaat qildim. Xo'p, jamoaning javobini tekshirib ko'ramiz. Olimpiya o'yinlari nechanchi yilda yana ilk bora zamonaviy shaklda tiklangan degan savolga jamoa A 1896-yilda degan variantni qabul qilishimni so'radi. To'g'ri javob esa B 1900-yil emas, aynan jamoa ta'kidlagandek A 1896-yil. Tabriklayman. Ikkinchi savoldan ham o'tildi. Muvaffaqiyatli o'tildi. Bu yaxshi start muhim.
qolgan savollarda ham, ya'ni qolgan savollarni topishda ham. Xo'p, yaxshi tempda ketyapsiz. Shuning uchun ortiqcha savol javob qilib o'tirmayman. 3-savolga o'taman. Sanoat inqilobi dastlab qaysi mamlakatda yuz bergan? Qaytaraman. Sanoat inqilobi dastlab qaysi mamlakatda yuz bergan? Variantlar: A Fransiya, B Germaniya, C Angliya va D Rossiya. O'ylash uchun vaqt ketdi. Adashmasam, endi Kumushoy mazkur qolganlar topish kerak. 8-sinf tarix kitobida bu haqdagi ma'lumotlar bor edi. Germaniya. O'sha yillar. Germaniya bo'lsa kerak. Yoki 8 yoki 9. Endi Kumushoy 7-sinf o'quvchisi ekan. Fransiya, Hali bu mavzularga kelmagan bo'lishi mumkin. Bizga Angliya berildi. Lekin Kumushoy qaysi variant deb o'ylayapsiz? Germaniya. Taxmin. Ko'proq Germaniya bo'lsa kerak, chunki Angliya. Angliyada. Rossiya- Ko'proq konflikt Germaniyada bo'lgan. Sanoat deyapti. Nafosat. Germaniya bo'ladi. Germaniya. Biz javob berishga tayyormiz. Bugun Uchinchi- muhokamalar juda qisqa. Kutganimdan. Lekin mayli. 3-savolning javobini Germaniya, ya'ni B javob deb belgiladik. Qabul qilaymi? Qabul qiling. Kumushoyni eshitib ko'rarsiz balki. Mayli, qabul qildim. Xo'p, sanoat inqilobi dastlab qaysi mamlakatda yuz bergan? Jamoa B Germaniya deb o'yladi. Men qabul qildim. To'g'ri javob esa Kumushoyni eshitish kerak edi. C Angliya edi. Jamoa noto'g'ri javob berdi. 18-asr oxirida, 19-asr boshida Angliyada dastlabki sanoat inqilobi, ishlab chiqarish texnologiyalari paydo bo'lgan va sanoat inqilobiga asos bo'lgan. Mayli, ruhiyatni tushirmaymiz. Ikkita to'g'ri, bitta noto'g'ri javob. Xilma-xillik bo'lgani yaxshi. Ko'proq muhokama qilishga chorlovim shundan edi. 4-savolga diqqat qiling. Zominda hamma bo'lgan-a bu yerda? Hozir bo'lganmi? Timur? Bo'lgan. Hamma. Zomin qo'riqxonasida-chi? Tabiiyki hech kim bo'lmagan, chunki u taqiqlangan hudud. 4-savol. Zomin tog' o'rmon davlat qo'riqxonasi tarkibida nechta balandlik zonasi mavjud? Variantlar: A 2 ta, B 3 ta, C 4 ta va D 5 ta. O'ylash uchun vaqt ketdi. Zomin tog' o'rmon davlat qo'riqxonasi tarkibida nechta balandlik zonasi mavjud? Ikkita beramiz. Ikkita beraylik. B bilan D degan. To'rtta bo'lsa mumkin. Zomin qo'riqxonasida Savol qaytariladi. Zomin tog' o'rmon davlat qo'riqxonasi tarkibida nechta balandlik zonasi mavjud deb savol qilindi. variantlar. Timur, A 2 ta, B 3 ta, Fikringiz qanaqa? 4 ta, D 5 ta. Kirim endi komandani ishligiga qo'shilaman. Anishda. fikr shakllandimi jamoada? Ne? B 3 ta, Qaysi? C 4 ta, D 5 ta. Ikkita variant bermoqchimiz biz. Xo'sh. Imkoniyatdan lekin hozir foydalanish maqsadga muvofiq emas, chunki noto'g'ri javob bersa ham jamoa tarkibida o'zgarish bo'lmaydi. Buni 6-savoldan keyin boshlab foydalangan yaxshi. Variant olmayli bo'lmasam ikkita variant. Ma'lumsiz. Murod, nechta deb o'ylayapsiz? Ikkita. Ikkita deb o'ylayapsiz. Ikkita. Men jamoa sardoridan qabul qilaman lekin. Nafosat, nazarimda shu 2 va 3 o'rtasida ikkilanish bo'lyapti shekilli, a? Jamoa bilan kelishib olaylik, javob beramiz. Xo'p, marhamat. Zomin tog' o'rmon davlat qo'riqxonasi tarkibida nechta balandlik zonasi mavjud? Endi bu hududga hamma ham kiritilmaydi, Eng ko'pinaqa. lekin bu haqdagi ma'lumotlar bor. Beshta. Hozir ko'plab teletomoshabinlarimizga ham bu qiziq bo'layotgan bo'lsa ajab emas. 5. 5 2. Siqcha 4 ta. 3 ta nima? Nafosat, yordam beraymi? Tomonda Bu savolni hozir agar fakt jihatdan bilmasangiz, mantiqan o'ylasangiz, siz yaqinsiz. Muhokamalarda men eshitgandek bo'ldi. Mantiqan o'ylang. O'sha tog' zonasini balandlik zonalari xususan. Biroz mantiqni ishga solsangiz kifoya. Dmi? 5 ta D. nechta dedik? A 2 ta, B 3 ta, C 4 ta va D 5 ta. Dani berib. Javob berishga qabul qildik. Xo'sh, Aynan 4-savolning javobini D 5 ta deb berdik. butun muhokamalar davomida A va B muhokama bo'lar ekanda javobni D 5 ta deb berar ekansizlar. Men yordam beraman deb xalaqit qildim chog'i. Mayli, qabul qilib bo'ldim. Zomin tog' o'rmon davlat qo'riqxonasi tarkibida nechta balandlik zonasi mavjud degan savol qo'yilganda jamoa D
5 ta deb qabul qilishimni so'radi. Men qabul qildim va navbatdagi noto'g'ri javobni taqdim etdingiz. Gap shundaki, qo'riqxona tarkibida 3 ta balandlik zonasi bor. Bu pastki, o'rta va yuqori. Mantiq deganimda shuni nazarda tutgandim. Endi tog' o'rmon qo'riqxona bo'lgandan keyin yuqori, pastki bo'ladi, u markaz bo'ladi va yuqori bo'ladi. Mayli, davom etamiz. Matematikadan boya hech kim aytmadi, matematikaga qiziqaman, geometriyaga qiziqaman, aniqlanlar deb. Kumushoy siz aytdingiz. Unda sizni chiqishingiz kelib qoldi shekilli-da. Xo'p, ya'ni keyingi savollarimiz aynan geometriya, matematika ham aralashishni boshlaydi. Ya'ni murakkablashadi. Lekin jamoa o'ziga kelib olish kerak. Nafosat, jamoa a'zolariga aytadigan gapingiz bormi? Eplaymiz, xudo xolasa. Bilamiz. Yaxshi. Diqqat qiling, 5-savol. Ko'p burchak barcha tomonlari uzunligining yig'indisi qanday ataladi? Qaytaraman. Ko'p burchakning barcha tomonlari uzunligining yig'indisi qanday ataladi? Variantlar: A perimetr, B radius, C gipotenuza va D diametr. O'ylash uchun vaqt ketdi. Xo'sh, Kumushoy? Ko'p burchak. Savolni qaytaring. Ko'p burchak barcha tomonlari uzunligining yig'indisi qanday ataladi? Ya'ni ko'p burchakning barcha tomonlari uzunligi yig'indisi qanday ataladi? Variantlar: A perimetr, B radius, C gipotenuza va D diametr. Javob perimetr deb belgiladik. Muhokama qilmaysiz. Yo'q. Jamoa savollarga har xil yondashayotganligi juda zo'r. Lekin buni odat qilib olish keyingi savollarda pand berish mumkin. Men qabul qilaman, ortiqcha sizlarga bosim oshirmoqchi emasman. A perimetr qabul qildim. Ko'p burchak barcha tomonlar uzunligining yig'indisi rostdan ham jamoa ta'kidlagandek perimetr deyiladi. Tabriklayman. 5-savolda muvaffaqiyatli o'tganligingiz juda ham muhim. Sababi bu yog'iga biz har qanday noto'g'ri javob bo'lgan paytda kim bilandir xayrlashishimiz mumkin. Ya'ni mabodo javob bu to'g'ri deb bilaman deb ishonch bilan qo'yayotgan bo'lsangiz ham bir muhokama qilib ko'ring. Tekshirib ko'ring, qolganlar bilan muhokama qilib ko'ring. Diqqat qiling, 6-savol. Ruhiyatni tushirmaslik uchun 6-savolga ataylab biz ko'rsatuv ijodkorlari oson savol qo'ydik. Bilsangiz bilarsizlar. Xo'p, boshladik. 6-savol. Stop yo'l belgisida nechta burchak bor? Yo'l belgisini ko'rgan. Stop yo'l belgisida nechta burchak bor? Variantlar: A 5 ta, B 6 ta, C 8 ta va D 11 ta. O'ylash uchun vaqt ketdi. Savol juda oddiy. Variantlarni qaytarish mumkin. A 5 ta, B 6 ta, C 8 ta, D 11 ta. 6 ta. Timur? Yo'q, qo'shila qolaman mana. Endi men 6 ta bo'ladi. jamoadan kelib chiqib aytishim kerak-ku. Nega o'zingiz fikringizni bildirsangiz bo'lmaydi? O'zimning fikrimni bildirdim. Ularnikini ham qo'shib ijobatga olib keyin. Ayting. Nechta deb o'ylayapsiz? Men 8 ta. Siz 8 ta deb o'ylayapsiz. 8 ta deb o'ylayapman. Murod 6 ta deb o'ylayapti. Ozod? Sana 8 ta deb o'ylayapman. Kumushoy? 6 ta. Mana shunday fikrlarni jamoa sardoriga yetkazish kerak. So'nggi pushayman o'zingga dushman degan gap bor xalqda. 8 ta bo'ladi, 8 ta. Jamoa sardorining intuitsiyasiga bog'liq. 8 ta. Stop yo'l belgisi. Nafosat 8 ta. Xo'p. Qabul qildik. 6-savolning javobini C, ya'ni 8 ta deb belgiladik. Hay. Bugun bizni zo'r o'yin kutyapti shekilli oldinda. Stop yo'l belgisida nechta burchak bor degan juda oddiy savol qo'yilgandi. Hozir teletomoshabinlar ham shunaqa ham oddiy savol bo'ladimi? Bu maktab o'quvchilarining salohiyati aslida bundan yuqori-ku deyishgan bo'lsa ham ajab emas. Ham shunaqa xilma-xillik bor bizda. Stop yo'l belgisida nechta burchak bor deb savol qo'yilganda, jamoasi 8 ta deb qabul qilishimni so'radi, qabul qildim va to'g'ri javob berdingiz. Stop yo'l belgisida rostdan ham 8 ta burchak mavjud. Xo'p, ana endi botanika olamiga sizni taklif qilaman. Bizda 7-savol botanika fanida. Filmlar hamma qadarmi deyman? Men yuz ko'zidan bir gap bo'lar degan narsani o'qigandek bo'ldim. Yo'q, aslo bizda unaqa fikrlar yo'q. Men shunaqa fikrladim. Nafosat. Diqqat qiling, 7-savol. Piyoz guldoshlar oilasiga mansub
ilk bahorda ochiladigan ko'p yillik o'simlik nomi nima? Qaytaraman. Piyoz guldoshlar oilasiga mansub. İlk bahorda ochiladigan ko'p yillik o'simlik nomi nima? Variantlar: A. Moychechak, B. Lola, C. Lola qizg'aldoq va D. Boychechak. O'ylash uchun vaqt ketdi. Lola. Lola yoki Lola yoki lola qizg'aldoq. Piyoz guldoshlar oilasiga mansub. İlk bahorda ochiladigan ko'p yillik o'simlik so'ralyapti. Lola ekan, piyozga Moychechak, lola, lola qizg'aldoq, boychechak. Temur, botanikadan hamma qadarmi bilim? Studiyada men o'zim yolg'iz piyoz qilmaydi. piyoz ikkita turi bor. Botanikani uncha yaxshi bilmayman. Yo boychechak, yo moychechak точно. Xo'sh, Nafosat, Emas. biroz sutlashib qoldimi muhokama? Emas. Mana beramiz. Yo boychechak. Moychechak qilaveraylik. Boychechak bo'lsa Boychechak. Boychechak qilaveringlar. Hamma o'ziga yoqqan gulni kerak. aytadi. Boychechak Savol bo'lsa mantig'idan kelib chiqing. Kimga qanaqa gul yoqsa shuni aytyapti. kichkina gul o'tib Boychechak. Boychechak bo'ladi. Xo'p, 7-savolning javobini boychechak deb belgilang. Boychechak. Ozodni bosimidan keyin. Yo, o'zingiz ham shunaqa tortib turganmidi shu javobga? Ikkita javob bermoqchi edim. Ikkinchisi qaysi edi? Moychechak. Moychechak. Moychechak va boychechak o'rtasidagi tanlovdan keyin jamoa boychechak variantini qabul qilishimni so'radi. Qabul qildik. Tekshirib ko'ramiz. Piyoz guldoshlar oilasiga mansub ilk bahorda ochiladigan ko'p yillik o'simlik nomi bu. Ozod. Moychechak emas, aynan jamoa ta'kidlagandek boychechak edi. Rahmat. Boychechak. Aziz tomoshabinlar, biz Bilim Ring ko'rsatuvida davom etamiz. Bugun eslatib o'tamiz, Jizzax shahridagi Asia School maktab o'quvchilari bilan bilimlar bellashuvdamiz. Jamoa juda yaxshi tempda boshladi. Biroz orada qoqilishlar bo'ldi savollarda, ammo yana 6-savoldan keyin yaxshi tempda davom etishyapti. Mana shu faollikda davom etishlarini 15-savolgacha tilab qolaman. Bu yerda biz faqatgina bilimlarni sinovdan o'tkazish emas, balki o'quvchilarga yaxshi kayfiyat ulashishni ham maqsad qilganmiz. Diqqat qiling, bizda 8-savol. Qaysi bobo kalonimiz 1029 ta yulduz tavsifi bor jadvalni tuzgan? Qaysi bobo kalonimiz 1029 yulduz tavsifi bor jadvalni tuzgan? Variantlar: A. Mirzo Ulug'bek, B. Aburayxon Beruniy, C. Ahmad Donish va D. Ali Qushchi. O'ylash uchun vaqt ketdi. Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek. 8-savolning javobini jamoa a'zolarimiz bilan kelishgan holda A javob, ya'ni Mirzo Ulug'bek deb belgiladik. Nega muhokama qilishni xohlamayapti jamoa? Nega? Shunday ishonyapsizmi? Hamma bitta fikrda chiqyapti. Mirzo Hammadan Ulug'bek umumiy bitta fikr. tushunarli bo'ldi. Xayrixoh bo'linganligi uchun fikran qabul qilishimni so'rayapsiz. Men qabul qildim. Nega meni tavsiyalarimni olishni xohlashmaydi jamoa a'zolari? Bir yaxshilikni sog'insam kerak shularga. Deymanda ichimda. Qaysi bobo kalonimiz 1029 yulduz tavsifi bor jadvalni tuzgan deb savol qo'yilganda, jamoa A. Mirzo Ulug'bek deb tanladi. To'g'ri javob esa B. Aburayxon Beruniy edi. Gap shundayki, Aburayxon Beruniy bu jadvalni tuzgan, shuningdek Beruniy ziji deb ham ataladi. Unda yulduzlarning koordinatalari va kattaliklari keltirilgan 1029 ta. Ana endi Nafosatxon, sizga havas qilmayman, chunki biz kim bilandir xayrlashishimiz kerak. Kim bilan xayrlashamiz? Biz bu o'yinimizda jamoa bilan kelishgan holatda Zoirjon va Kumushoyni o'yindan ruxsat beramiz. O'yin uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Kumushoy, rostini ayting, xafa emasmisiz jamoa Yo'q. birinchi bo'lib sizni tanlaganligi uchun? Yo'q. Nafosat 7-sinf o'quvchisi bo'lganligi uchun tanlamadingiz-a? Yo'q, albatta. Kumushoy, o'yindan qanaqa taassurotlarni oldingiz? Xursand va jamoa bo'lib ishlashni o'rgandim. Nazarimda bu yerga kelib, garchi birinchi bo'lib chiqib ketayotgan bo'lsangizda yutqizmadingiz. Yo'q. Ko'plab bilimlar oldingiz.
Kumushoy, ayni paytda sizni ota-onangiz, maktab jamoasi, sinfdoshlaringiz, o'qituvchilaringiz tomosha qilib turibdi. Ularga salomlar bo'lsa, marhamat. Men, ota-onam, buva-bobolarim va o'zimning sinfdoshlarimga salom yo'llayman. Kumushoy, maktabda qaysi o'qituvchingizni hammadan ko'p yaxshi ko'rasiz? Zarnigor Shavkatovna, sinf rahbarimiz. Zarnigor ustozimizga biz ham salomlarimizni yo'llaymiz va o'yin uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Maktab jamoasi nomidan esdalik sovg'alarini qabul qilasiz. Rahmat. O'yin uchun tashakkur. Ko'rishguncha. Aziz teletomoshabinlar, biz bilim ring ko'rsatuvida davom etamiz. Aziya School o'quvchilari 9-savolga yetib keldik va jamoaga muvaffaqiyat tilagan holatda davom etamiz. Diqqat qiling, 9-savol. Jizzaxda qishloq xo'jaligi va sug'orish uchun tabiiy resurs bo'lgan suv resurslari qaysi tizim orqali ta'minlanadi? Qaytaraman, Jizzaxda qishloq xo'jaligi va sug'orish uchun tabiiy resurs bo'lgan suv resurslari qaysi tizim orqali ta'minlanadi? Variantlar: A. Amudaryo, B. Orol dengizi, C. Sangzor daryosi va Janubiy Mirzacho'l kanali va D. Sirdaryo. O'ylash uchun vaqt ketdi. Xo'p. Daryosi bor. Emas, Orol dengizi emas. Temur, O'zimizdagidan siz Toshkent shahridansiz, a? Qaysi deb o'ylayapsiz? Sangzor bilan Mirzacho'l ko'li. Sabzor deb o'ylayman. Sangzor. Biz qabul qildik, jamoa bilan kelishgan holatda 9-savolning javobini C, ya'ni Sangzor va Mirzacho'l ko'llari deb belgiladik. Kanali. Kanallari. Xo'sh. Qaysi mantiqqa ko'ra bunaqa javob qabul qilindi? Umumiy mantiqqa ko'ra, aynan Jizzax viloyatida Sangzor daryosi borligi haqida ma'lumotga egamiz. Mirzacho'l ko'llari ham o'zimizning viloyatdan ekanligidan xabarimiz bor. Kanali. To'g'rilab ketay. Xo'p, qabul qildim. Sizlar bir narsaga juda ishonsangiz ham muhokama kam bo'lar ekan. Biroz mantiq yuritish kerak bo'lgan joyda ham muhokama kam bo'lar ekan. Hozir Z avlod shunaqa tezlashgan zamonda-da. Xo'p, mayli. Jizzaxda qishloq xo'jaligi va sug'orish uchun tabiiy resurs bo'lgan suv resurslari qaysi tizim orqali ta'minlanadi deb savol qo'yilganda, jamoasi variantini qabul qilishimni so'radi. Sangzor daryosi va Janubiy Mirzacho'l kanali bu to'g'ri javob edi. Tabriklayman. Kumushoy bilan xayrlashilgandan keyin bitta to'g'ri javobga jamoaning ehtiyoji bor edi rostdan ham. Davom etamiz. Viloyat hududi Sangzor daryosi hamda rostdan ham Janubiy Mirzacho'l kanalining suvi bilan sug'oriladi. 10-savolni tagiga men kim bilandir xayrlashamiz deb yozib qo'ygan ekanman. Ya'ni jamoa topolmaydi deb o'ylagan ekanman. Lekin ko'pincha men adashaman bunaqa masalada. Bordiqcha bosim deb qabul qilmaysiz. Diqqat, 10-savol. Samolyot va vertolyotlar ta'mirlanadigan manzilgoh qanday ataladi? Samolyot va vertolyotlar ta'mirlanadigan manzilgoh qanday ataladi? Ya'ni o'sha samolyotlar, vertolyotlar ta'mirlanadigan joyni nomi so'ralyapti. Aniq bir nomi bor. Variantlar: A. Ambar, B. Angar, C. Dok va D. Garaj. Qaytaraman. A. Ambar, B. Angar, C. Dok va D. Garaj. B javob Angar bo'ladi. Angar beramiz. Angar beramiz. Timur, nima siz faollik ko'rsating? Timur va Murodning ovoz chiqqanini eshitdim. Qaysi javob deb o'ylayapsiz? Angar. B javobi. Eshitgansiz. Eshitganman. Shunaqa ma'lumotimiz bor. Ozod, balki siz qo'shilmasiz. Men ham qo'shilaman. Jamoaga ixtilof solsam, orasiga. 10-savolning javobini B, ya'ni Angar deb belgiladik. Angar. Xuddi shunday. Noto'g'ri bo'lishi ham mumkin-ku, ha? Savollar. Bo'lmasligi ham mumkin. Samolyot va vertolyotlar ta'mirlanadi. Samolyot va vertolyotlar. Tok. C javob. Qabul qildim men. B variantini qabul qildim. Angar. Samolyot va vertolyotlar ta'mirlanadigan manzil. D. Garaj emas. Garaj bu avtomobillar, transportlar saqlanadigan joy. C. Dok. Bu kema, paraxodlar ta'mirlanadigan joy. Yelkadan tog'a tarilyapti, nafosat. Samolyot va vertolyotlar ta'mirlanadigan manzil jamoa ta'kidlanganidek B. Angar deb ataladi. Tabriklayman. Yaxshi o'tildi. Murod va Timur aniqat uyg'onishdi.
10-savolga kelib, ha? 11-savolga o'tamiz. Biologiyaga o'tamiz. Odam organizmidagi eng katta va eng murakkab organ qaysi? Odam organizmidagi eng katta va eng murakkab organ qaysi? Variantlar: A. Hali variantni aytmadim-ku. Variantlar: A. Yurak qon aylanishini ta'minlaydi. B. O'pka gaz almashinuvini ta'minlaydi. C. Buyrak modda almashinuvini tartibga solish va chiqindilarni chiqarish. Va D. Katta miya po'stlog'i, fikrlash, xotira va harakatni boshqarish. Sana? Yurak, o'pka, buyrak, katta miya po'stlog'i. Qaysi biri odam organizmidagi eng katta va eng murakkab organ hisoblanadi? Miya? Yo'q, eng важныйsi yurak-ku baribir. Balandroq Miya. muhokama qilaylik. Xo'p, miyani Miya beramiz. bo'lgani bilan. 11-savolning javobini D javob deb belgiladik. Katta miya po'stlog'i. Ha. Nafosat, o'zingiz qo'yyapsizmi? Hali javobni e'lon ham qilmadim. Kimdandir yurak degan variantni eshitdimmi? Kimda? Manda. Lekin jamoa sardori qabul qilmadi. Yo'q, keyin yana muhokama qilib biz katta miyaga anaqa qildik. Murakkabroq deb hisoblaymiz. Yaxshi. Demak, 11-savol. Odam organizmidagi eng katta va eng murakkab organ qaysi deb savol qo'yilganda, jamoa katta miya po'stlog'i, ya'ni D variantni qabul qilishimni so'radi va to'g'ri qildi. Jamoa to'g'ri javobni topdi. Bu rostdan ham katta miya po'stlog'i. Katta miya po'stlog'i fikrlash, xotira, harakatni boshqarish kabi vazifalarni bajaradi va murakkabligi jihatidan odam organizmidagi eng muhimi. Xo'p, 12-savolga o'tdik. Bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Yaxshidan boshlaymi, yomondan? Murod? Yomonidan. Muroddan so'rayapman. Yaxshisidan. Yaxshisidan boshlaymi? Yaxshisi shundaki, jamoa 12-savolga to'g'ri javob beradigan bo'lsa, bugungi o'yindagi g'alabani Aziya School maktabi o'quvchilari kafolatlaydi. Yomoni esa bu yog'iga faqatgina murakkab savollar. Biz ham taxminan bilamizda qayerdan boshlanadi. Lekin bu boya aytganimdek, samolyot va vertolyotlar bilan bog'liq savollar ham aytgandim. Jamoa noto'g'ri javob bersa kerak deb o'ylayapman deb. Men adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Shu xabarlar. Endi esa 12-savolga o'taman. Juda oddiy savol. Qaysi davlatda piramidalar soni Misrnikidan ham ko'p? Qaysi davlatda piramidalar soni Misrnikidan ko'p? Ya'ni Misrdagi piramidalar sonidan ko'p. Variantlar: A. Sudan, B. Liviya, C. Efiopiya va D. Somali. O'ylash uchun vaqt ketdi. Variantlar 50-yillik bor imkoniyat. Shuni aytib qo'ymoqchiman, eslatib o'tish kerak. Jamoa sardoriga. Mabodo to'g'ri javob bo'lmasa, Ishlataylik. Ikkita variant chiqaraver ekan. Ikkita variant. Ishlatamiz. Timur qaysi? Ikkita variant chiqaraverasizmi? Hozir. Agar bonus jamoa bilan sardori foydalanasiz. shuni talab qilsa, ha, albatta. Xuddi shunday. Qaysi 50-yillik tapon? Ikkitasini tanlaysizmi, ikkitasini chiqarib yuboraymi? Chiqaraver. Chiqarib yuboring. Chiqarib yuboraymi? Mug'ombirlar. Agar chiqarib yuborish kerak bo'lsa, men B va D variantlarini chiqarib yuboraman. Liviya va Somali variantlarini variantlardan chiqarib yuborishingiz mumkin. Efiopiyami, Sudanmi? Sudan. Qo'sh. Nafosat. Murod, ishonch bilan aytyapsiz o'zingizni variantingizni. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkinmi yoki aniqmi? Sizningcha? Aniq emas-ku, lekin Fikrlarini bildiryapti. Ha? Fikrlarini. Fikrlari yo'q, albatta. Efiopiya. Efiopiya. Neda? C. haqqi. Bo'lsin. Ana jamoa sardorni qiynash. Xo'sh. Lekin muhokama uchun vaqtingiz bor. Ozgina, ko'p emas, ozgina. Ana tanlaylik. Sudanmi, Efiopiyami? Efiyopiyada. Sudanmi, Efiopiyami? Efiopiya. Sudan bo'ladi. Ne Sudan. Eshitganman. Misrnikidan ko'p. Sudanmi, Ladna, Efiopiyami? Efiyopiya qilaver. Efiopiya tanlachi. Efiyopiya tanlayman.
12-savolning javobini S deb belgiladik. Efiopiya. Murod. Ko'rsatib qo'yaman hali. Qaysi davlatda piramidalar soni Misrnikidan ham ko'p? Jamoa yillik imkoniyatining birinchisidan foydalanib, ikkita variantni chiqarib yuborishni xohladi bu savolda. Men Liviya va Somalidan voz kechdim. Ularda tanlov Sudan va Efiopiyada qolgandi. Jamoa Efiopiyani tanladi va biz yana kim bilandir xayrlashamiz. Gap shundaki, to'g'ri javob A Sudan edi. Eshitganman-da. Mana. Intriga kerak bizga. Buni esa bizga ta'minlab berishdi. Sudan, ya'ni qadimgi Nubiya hududida Misrdagi piramidalardan ham, ya'ni son jihatdan ko'proq piramidalar mavjud. Bu piramidalar Nubiya podshohlari tomonidan qurilgan bo'lib, ularning soni 250 dan oshadi. 250 dan. Kim bilan xayrlashamiz? Murod bilan demadingiz, to'g'ri javob berib qol. Xo'sh, Biz bu bosqichda o'yinimizdan Ozod Mamashkurovni tanladik va ruxsat beramiz. O'yin uchun rahmat. Ozod, bilaman, ichingizda ozgina ranjish bor. 12-savol. Siz yolg'on gapiryapsiz, men sizga ishonmayman. Ishonganim yo'q. Lekin jamoaga ishonyapsiz. Xudo O'yinda aytamiz. qanaqa taassurotlardasiz? Yaxshi. Qiziqarli o'yin. Maza qilib o'ynadingizmi? Ozod, maktabni boya jamoa sardoridan so'radim. Maktabingizni sizga yoqadigan jihatlari nimada? Shu yaxshi ta'lim beradi. Keyin sistemasi yoqadi. Juda ham zo'r. Ayni paytda sizni sinfdoshlaringiz, o'qituvchilaringiz, ota-onangiz tomosha qilishyapti. Ularga salomlar bo'lsa, marhamat. Shu uydagilarimga salom aytaman, sinfdoshlarimga. O'qituvchilarga-chi? O'qituvchilarga. Bahoni ular qo'yadi. Qaysi o'qituvchingiz eng yaxshi ko'rgan o'qituvchingiz hisoblanadi maktabda? Shu mentorimiz Zafar aka. Sizga o'yin uchun minnatdorlik bildiramiz. Kelgusidagi ishlarga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Xayrlashamiz, ko'rishguncha. Aziz do'stlar, biz Bilim ringida davom etamiz. Bizda hayajonli daqiqalar davom etmoqda. Oldinda 3 ta savol bor va hisob-kitoblarimizga ko'ra 13-savolga mana shu 15 ta savoldan birortasiga to'g'ri javob berilsa bo'ldi. Endi ketmaga 4 ta noto'g'ri javob berilmas. Lekin vaziyatni kuzatamiz. Boya aytganimdek, murakkablashib boraveradi. Lekin 13-savolni negadir biz osonidan qo'yibmiz. Nisbatan osoni. Tayyor bo'lsangiz, ortiqcha bosimsiz, yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Diqqat qiling, 13-savol. Xalqlarning buyuk ko'chishi voqeasi 4-6-asrlarda qaysi qit'ada bo'lib o'tgan? Qaytaraman. Xalqlarning buyuk ko'chishi voqeasi 4-6-asrlarda qaysi qit'ada bo'lib o'tgan? Variantlar: A. Afrika, B. Amerika, C. Osiyo va D. Yevropa. O'ylash uchun vaqt ketdi. Xalqlarning buyuk ko'chishi voqeasi. Nafosat. Men tarix o'qituvchim hozir koymasa kerak, adashmasam 7-sinf tarix darsligidan bu savol. Murod, Variant два ответа может. Два ответа. Ikkita qiling. Variant. Ikkita variant. Qarib yubormoqchimiz. Yo'q, endi ikkita variantni tanlashingiz mumkin siz. Shunday tanlaymiz. Tanlaymiz. Marhamat. Qaysi birini tanlaysiz? Qaysi ikkalasini tanlaysiz? Afrika, Amerika, Osiyo, Yevropa. Yevropa esa. Xalqlarning buyuk ko'chishi voqeasi 4-6-asrlar 7-sinf tarix kitobidan. Osiyoni tanlama. Adashmasam. Boshqasini tanla. Yevropa va Afrikani tanla. Yevropa, Afrika. Nahotki bu 50-50dan foydalaniladigan savol bo'lsa. Timur? Nafosat? Qaraylik, Afrikadan Murod? Yevropaga ko'chganda. Afrikadan Yevropaga. Afrika, Yevropa demak. Afrika, Yevropa. Ya'ni buyuk ko'chish voqeasi qaysi qit'ada bo'lib o'tgan? Qabul qildik. Xo'sh, 13-savolning javobini A javob Afrika va D javob Yevropa deb belgiladik. 50-50ning ikkinchisidan hozir foydalanmoqchisiz. A va D ni qabul qilishimizni so'rayapsiz. Xuddi shunday. Va to'g'ri qilyapman deb o'ylayapsiz. Shunday. Ha, Timur. Yaxshi ot keyin chopadi degandek.
siz ham oxirida faollashdingiz. Mayli. Qabul qildim. Xalqlarning buyuk ko'chish voqeasi 4-6-asrlarda Murod Amerikada bo'lmagan. Hali u payti Amerika kashf ham qilinmagan. Mantiqan o'ylansa. Xalqlarning buyuk ko'chish voqeasi Nafosat Afrikada ham bo'lib o'tmagan. Bu voqea Osiyo emasda. Yevropa qit'asida bo'lib o'tgan va jamoani tabriklaymiz. 50-50 imkoniyatdan Osiyo foydalanib 100% to'g'ri qildingiz. Mana shu nuqtada va o'tildi 13-savoldan va jamoa, ya'ni jamoaviy tarzda ushbu o'yinimizda g'olib bo'ldi Asia School maktabi o'quvchilari. Lekin biz qoidaga ko'ra 14 va 15 savollarni o'ynab qo'yaveramiz. Qarshi bo'lmasangiz. Endi bosimsiz, bemalol o'ynash mumkin. Keling oxirigacha bilimingizni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Matematikaga qiziqish hamon qadar deyilgandi, lekin boya aytganimdek, hamon qadar bo'lgan bo'lsa-da bosimsiz, balki topalsiz. 14-savol. Matematikaning qaysi bo'limida uch o'lchamli shakllar o'rganiladi? Geometriya. Variantlar: A. Trigonometriya, B. Stereometriya va C. Planimetriya va D. Algebra. 14-savol. B bo'lishi mumkin. B. Trigonometriyami, stereometriyami, Bu sinus kosinus tangent. planimetriyami yoki algebrami? Trigonometriyada Bu 3 o'lchamli shakllar o'rganiladi. Qaysi biri? Trigonometriya aytilib turibdi-ku o'zi. trigonometriya sinus kosinus. javob variantlarini qaytarib yuboring. Trigonometriya A. Trigonometriya, B. Stereometriya, C. Planimetriya va D. Algebra. Algebrada matematika bilan geometriya bilan. Algebra emas. Algebra emas. Значит, bitta javobi ketadi. B. A javob. Qaysi bo'limda uch o'lchamli shakllar o'rganiladi? A emas. B. B yoki C. Temur boya Murod Ben- juda jo'yali savol berdi. Planimetriya. 3 deyapti. 3 Yo'q. ishora bor degandek. Aldanmayman bunga. B qilamiz. Baqilamiz. B qilaveraylik. B qilaylik. Yo'q. Biz 14-savolning javobini A deb belgiladik, ya'ni Trigonometriya. to'g'ri. Garchi Murod yana rozi bo'lmasa-da bunga. Keyin Rozi rozi qilamiz. bo'ldi-da. Xo'p, mayli. Qaysi bo'limda uch o'lchamli shakllar o'rganiladi? Trigonometriya, stereometriya, planimetriya, algebra. Jamoa A variantini qabul qilishimni so'radi. Trigonometriya bu noto'g'ri javob edi. To'g'ri javob esa B stereometriya edi. Murod, bugun to'g'ri javob beradigan kuningiz ekan, shu jamoa sardori qabul qilmaydigan kun ekanda. Demak, jamoa 14-savolga noto'g'ri javob berdi. Qoidaga ko'ra biz kim bilandir xayrlashishimiz kerak. Biz Nafosat, bu bosqichda Timur Zafarov bilan xayrlashamiz. O'yin uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Shoshyapsizmi deyman, qayergadir ketasizmi? Timur, jamoa g'oliblikni, g'alabani kafolatlagan, ammo 15-savolni biz jamoa sardorining qaroriga ko'ra Nafosat va Murodbek bilan o'tkazib qo'yar ekanmiz. Ranjimayapsiz? Yo'q, nimaga? Jamoamiz o'zi yutib bo'ldi. Kayfiyatingiz yaxshi. Yaxshi. O'yin haqidagi taassurotlar qanaqa? Qiziqarli, yaxshi. Nimalarni o'rgandingiz? Har xil faktlarni, matematika, biologiya, botanika haqida. Juda ham yaxshi. Sizni ayni paytda yaqinlaringiz tomosha qilib turibdi. O'qituvchilar, Hammaga salom sinfdoshlar. aytaman. Hamma tanishlarimga, hammaga. Sinfdoshlaringizdan eng yaqin do'stlaringiz kim? Senga Men sinfdoshlarimdan Ozod bilan Murod. Eng yaqin do'st. Shu yerda jamoa a'zolaridan. Va sizga o'yin uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Kelgusidagi o'qish va ishlarga omad va zafarlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Biz davom etamiz. Bilim ring. So'nggi 15-savol. Ishtirokchilar esa Murod Miliyev hamda Nafosat Qurdosheva. Ortiqcha bosimsiz, yuklamalarsiz 15-savolga diqqat qiling. Yevropada uyg'onish davri qaysi hududda boshlangan? Variantlar: A. Angliyada, B. Yunonistonda, C. Italiyada va D. Germaniyada. O'ylash uchun vaqt ketdi. uyg'onish. Germaniya.
Uyg'onish davri. Germaniyani taniymiz. Javob variantlari. Qaytaring. Angliya, Yunoniston, Italiya, Germaniya. A. Angliyada, B. Yunonistonda, C. Italiyada, D. Germaniyada. Germaniya. 14-16 asrlarda. Germaniyani tanla. Biz qabul qildik. 15-savolning javobini D, ya'ni Germaniya deb belgiladik. Hazillashyapsizlar? Yo'q, Qabul qilaymi? qabul qildik. Qabul qildim. Shu savolni oldinga o'tkazsam bo'lar ekan-a? Yevropada uyg'onish davri sizningcha Germaniyada boshlangan. To'g'ri javob esa 14-16 asrlarda uyg'onish davri Italiya hududida boshlangan. Jamoa 15-savolga noto'g'ri javob berdi. Sal oldinroqda bo'lganda kim bilan xarlasharding? Nafosat o'zingiz bilanmi yoki Murod bilanmi? Menimcha o'zim bilan. Endi o'zingizni qurbon qilaverasiz. Demak, jamoa 15-savolga garchi noto'g'ri javob bergan bo'lsa-da, umumiy hisobda g'oliblikni kafolatlashdi. Bugungi o'yin nazarimda juda yaxshi o'tdi. Endi fikrlaringiz men uchun qiziq. Albatta, birinchi navbatda bizni kuzatib turgan maktab jamoamiz, qadrli ustozlarimiz, sinfdoshlarim va sinf rahbarimga, shu bilan birgalikda onajonimga, akalarim, yaqinlarim, barcha bizni kuzatib turgan do'stlarga, eng asosiysi Jizzax teleradio kompaniyasi muxlislariga salomimizni yo'llab qolamiz. Salomat bo'ling. Murodbek, kimga salomlar? Avvalambor ota-onamga va sinfdoshlarimga salom tilayman. Aziz School'da barcha o'quvchilari va o'qituvchilarga salom tilayman. Aziz School maktabi jamoasiga, o'quvchilariga bugungi o'yin uchun biz ham o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Aziz tomoshabinlar, shuning bilan bilim ko'rsatuvining navbatdagi soniga ham yakun yasaymiz. Ko'rib turganingizdek, bugun biz ajoyib o'yinning ishtirokchilari bilan bahs yuritdik va bu o'ylaymizki, umid qilamizki, sizga ham tomoshabob bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'qishda, izlanishdan aslo charchamang. Ko'rishguncha.